er xotin dasturxon atrofida ustoz o'tirishibdi, maza qilib, chaqchaqlashib, hingir, kulgu, kayfiyat zo'r. Ayoli piyolaga choy qo'yib, "Voy dadajonisi, choyda iching" deb uzatgan ekan. Erim bunday qarasa, irimchi ekan. Piyolaning ichida choyni shammasi tika turib qopti. Voy buni qara, xotin mehmon kelyapti. Semiz bir yeb to'ymaydigan bir balo kelyapti. Hozir dasturxonni tozalaydi bu. Nima qilamiz desa, ayol mehmon kutishga holim yo'q. Tinchgina uyda o'tirsa bo'lmaydimi? Yo'qoting shuni debdi. Cho'ktirib yuboring. Nima qilaman desa, turgan joyida cho'ktiring debdi. Eri mana qaynab turgan piyoladagi choyga qo'lni tiqib o'lib keta, yo'qolib keta, dab bo'la. Gapi tugamay eshik g'iq etib ochilib, qaynonasi kirib qopti. Palto, kuynak, hamma yoq ho'l, chiqa ho'l bir ahvolda. Voy onajon, tavba qildim. Qishti kunida tashqari yomg'ir, qor, voy cho'milib kelyapsizmi desa, voy kuyov nimaga cho'milib kelaman, sizlar bilan yangi yilda birga nishonlayman deb shoshib pishib kelayotgandim. Yo'lim qisqaroq bo'lsin deb uylaringni orqasidagi aradan sakrab o'taman deb ichiga shalap etib tushib ketdim debdi. Kuyovam ya Xudojon, shu qaynonam ekanligini bilganimda qo'lim kuysa ham choyga tiqib turardim dedi.